Demak, u odamlarning hammasi bu hayotda ham bor. Bu narsalar bekorga bo'layotgani yo'q. Hammasini topib, tugamay qolgan ishni bitirishim kerak. Mana, aytgan gulingiz. Rahmat kattagan. Ha, aytgancha. Mana bu gul do'konimizdan sizga sovg'a. Rahmat, birga bersam bo'ladi? Albatta. Rahmat, charchamang. Xo'p, sog' bo'ling. Soatni qara, obetimizdan rosa kechikib ketdik. Qorinim ochib ketdi rosa. Xo'sh, nima zakaz bersak ekan? Nima zakaz beramiz? Hey, kimdir qidiryapsanmi? Ha yo'q, просто nima yo'qmiz? Biz birga yurdik. Boshqa narsa yeylik. Qalaysizlar qizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugunlar sizga. Nima uchun? Siz yaxshi ko'rgan qizimga juda ham o'xshaysiz-da. Yaxshi ko'rgan qizingiz bo'lsa o'ziga bering, men menga beraman. Iloji yo'q. Nimaga? Tirik bo'lganda o'ziga berardim. Ha, voy, uzr. Unaqa bo'lsa gularingizni qabul qilaman. Bu ham sizga. Rahmat. Mayli, men bora qolay, ishlarim bor edi. Sizlarga yoqimli ishtaha. Bo'pti. Aka! Iltimos, shu telefonni sotmang. Uydagi hamma narsani sotib yubordingiz. Oyimni ham tamom qildingiz-ku. Agar bu narsani hozir sotmasam, men tomon bo'laman. Tushundingmi? Men tomon bo'laman. Bor uyga aka. Sizga yana bir narsa oldim. Nima? Mana bu gul do'konimizdan sizga sovg'a. Ha, aytgandi bu. Inson o'z taqdiridan qochib qutula olmaydi.